virusdek satang bir qiz bola o'ltiratdi. Oy, sizma virus degan. Juqinga menga juqinga. Bir juqib etinga demdiki deb uyning eshik derazini taqab, uydagilarga men xudima deb qo'yib, arjini taqab ovozini bo'sh qilib, endi ko'ray deb turishimga doktor Shit intoyin ig'ir besiqlik bilan sizning bu yerda nima ishingiz bor? Nima sachilik bu? Akivaga nasingiz qarang. Yaqingiz do'stiningizga tutchay deb qapti. Oh, shit efendim. Gapimni anglang. Anglasam sizni virusni yomon o'ltirdi deydi-ku. Men virus. Vaksinlarınız tayyor bormi ya? Doktor bu qizning bu qiliqlariga chidab tura olmay, bu qizni haydab chiqarib etmoqchi bo'ldi. Mana jiq o'qib etsa mushta bo'ladi-da. Xo'gaydanshin. Ammo bu qiz doktor Shetning gaplariga pisand qilmay, men sizga bak cho'qinaman. Meningmi sizdek tushlik bo'g'im botdi deb doktor Shetga o'zgarib oladi. Opla, bu zodi nima ish bo'lib ketdi? Doktor Shet, "Oh shit" debla, "Nima qilsangiz qiling" degandek o'ngsiga tushdi. Bu chaqda Aloq soatlik bilan yetib keladi. Hamda doktor Shetning siyoqiga kirib olgan sirli qiz bolaga bu viruslarning amaliyotda cho'ng shirkat tarafidan yasalganligi hamda buni tarqitish orqali foydaga erishmoqchi bo'lgan ekanligini oshkorlaydi. Bu gaplarni anglagan sirli qiz o'zining xo'ymi yarashgan jo'ngfir chichi, har kishili bo'lsa diqqatini yig'ib gap qilolmaydigan kiyimi bilan asli chiroyini oshkorlaydi. Hamda butun paketlarni qo'lga tushirib olgandan keyin doktor Aloqsini ay vegitman og'rib ketdi u yerga etishmang og'rib ketdi deganiga unmay uni chimdab mo'juqlab o'ltirib etadi. Bu qiz zodi kim? Amaliyotda bu qizning ismi Kaya bo'lib, bayam tilga olgan virus yasagan shirkatning xo'jayini tadqiq qilib yasab chiqqan bioximiyalik o'zgarishchan odam edi. Bunda qiqas qizlarni bir qo'lliq yasab, yenida ishiltiyotgan lobanni zodi qandaq odamki deb qiziqib ko'rsam, bu bechara. Amaliyotda ishga barmoqidan boshqa badanning hech yeri ishlamaydigan Hindistonlik xo'ginis edi. Bir kam dunyo bu. Ko'nilar taqdir sana bir ishkingni taqib olsa, bir derizingni ichib berdi degandi. Bu ahvoldan qaraganda taqdir bu bayqushning ish derizlarini qiqib, fangdomir bilan to'sab, orliqlarga shimishki deganni tiqib, jinkung bovjon qilib havo o'tishmiga daqvatgan gap. Chunki buning niyati to'limi razil edi. U bir tarafdan virus yasab, vaksinni setib pul topsa, yana bir tarafdan Kayaga o'xshash bioximiyalik o'zgarishchan odamlarni yasab chiqyotdi. Bularning ichida har xil mungiza teshida bo'lgan 600 bolalar hamda hayt deb bo'g'ichi shamoldek gap bo'ladigan chayandek qizlar bor edi. Shirkat lobini kar ularga Jimiko'dan xizmat formasi tikib, bir-biridan shingan qilib, tirissini qilib, qallarga degan orzu istak degan nash veyshangdek quyib, bekorga shiltiyotgani xili bo'lgan edi. Mana bu chaqda bizning kirishish egiz binodagi simga esilib qolgan bir bolani shamoldek kelib qutqizib, osta opsining yiniga opirib qo'yamdiki desam, u kichik bolani texim egiz xatarlik yerga ochib qo'ydi. Afkam, hamda bekorlik mulozimati shunchalik degina. Ammo yeymoqchima mushada tushma deysan ufkam, hamda bir ko'y to'ylaysa, o'zim afchi qo'ymayman yerda. Ufkam jiqamas, bir ko'y, bir latte uni aziysan chiqdi degina. Bo'ldi aka, men bekorlik narsalar kuna qopdimanka. Keyin bekorlik vaqting bo'lib qolsa, o'zing tushirib qo'y aka. Darvaqa, Hindistonlik bu xosiyatli odam xizmatda sal davolg'ish uchrayotgan edi. Dal bu paytda uning ayoli periodin kes soat 11:49 da "Obraysini qiqas bir yaga, kuyman sendek aga" deb uchur keladi.